Amerika, Yevropa yoki shu aholisi ingliz tilida gaplashadigan davlatlarda xohlaydi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra yoki maqsadiga ko'ra boshqa davlatlarni to'g'ri tanlashga to'g'ri keladi. Misol uchun, oddiy bitta misol aytaman sizga. Yaqinda bitta o'quvchi kelyapti. O'zi aslida maqsadi Amerikada o'qish. Amerikada IT sohasi bo'yicha juda ham kuchli universitetlarda o'qishni orzu qiladi yoshligidan. Lekin uni ikkita narsa to'sqinlik qilyapti. Birinchisi, budjet albatta, ya'ni juda ham qimmat top universitetlar. Ikkinchi masala raqobat. Kirish masalasi Amerikadagi universitetlarga, aynan top universitetlarga raqobat juda kuchli. Ayniqsa IT o'zi kirish muammo. Xuddi shunaqa. Ya'ni viza-yu alohida mavzu universitetga kirish, tim bo'li top IT sohasida. Endi u bolaga biz oldimizga kelishdan maqsadi Koreyadan ham shunaqangi top universitetlar xohlayapti. Bu albatta zo'r tanlov. Nimaga? Oddiy misol aytaman. Koreyada Samsung kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlaydigan Sunkyunkwan universiteti bor. Top 100 talikda turadi-da bu universitet. IT sohasi bo'yicha menimcha Koreyadagi eng zo'r universitetlardan bittasi. 7 IELTS bilan 50%, 8 bilan 100% grant beradi. O'sha bolani o'sha yerga qilinadigan bo'lsa, 100% grant bilan ham kiradi. Ikkinchidan, dars hayot tarzi ham anchagina arzon. U bola ham o'zi xohlagandek top, ya'ni 100-darajadagi dunyo miqyosida universitetda o'qiyapti. Xuddi shu Amerikadagi shu universitet $90,000 kontrakt chiqaryapti. Farqini solishtiradigan bo'lsak, bu universitetda kontrakt summasi yiliga $9-10,000 atrofida. Anchagina zo'r degani. Lekin aytganimdek asosiy tili ingliz tili emas Koreyaning. Shu minusi bor, lekin umuman olganda u bolaning maqsadiga shu mos kelyapti. Endi tanganing ikkinchi tarafini menimcha sizga bu yerda bu savolga qanday javob berasiz bo'ladi? Agar